Aka, assalomu alaykum. Mana shu 4 ta ishlashni bersangiz $100 beraman aka. Ostan berasizmi? Rostdan beraman. 5 ta ishlashni bersangiz 300 ming so'm pul beraman. Har bittasidan qo'lga ketib bo'lmasam. Yuring. Qo'lga shartlarni tushuntiring. Qarang. Mana shu lavashimizni 4 ta ishlashni bersangiz $100 beraman. 5 ta ishlashni bersangiz 300 ming so'm pul beraman, aka. Nechta ishlashni deb tashlayman deb o'ylaysiz? Mana men tavakkal ko'ramiz hozir. Ketdi unda boshladik, aka. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi ketyapti, mana. Kattaroq ishlash kerak, aka. Ismingiz kim, aka? Habibulloh. Qat ketyapti deysiz? Ishlar bilan yuraman. Kattaroq qilib ochib oling. Kattaroq ishlashga udobli bo'ladi-da. Ham qanaqa ekan, aka? Zo'r. Yeb turasizmi, aka bizdan? Ha, o'tkazib 3 metr oldik-ku. Ketdi mana, ikkinchisi ketyapti. $100 dan qurib qolmanglar ekan, aka. Nima o'zi aka? Aka, bu turetskiy xalapeno bo'ladi. Har bitta lavashimizga xalapeno qo'shib beramiz. Bitta qo'shib yeysiz, lavash qanaqa yeb qo'yganingizni bilmay qolasiz, aka. Nechinchiliksiz, aka? 96-man. Nima ish qilasiz? Instagram yozaman, target talk. Ketdi, mana uchinchisi ketyapti. $100 dan umidingizdan bo'ladi menimcha, aka. Buni ishlatish hali ketmaydi. To'rtinchisi ketyapti. Afsus, $100 ketdi o'sha. Endi 5 ta ishlashni bersak, 300 ming so'm pul beramiz. Bizning Instagram kuzatib turasizmi, aka? Ha, kuzataman. Oxirgi 5 ta postimizga bosganmisiz, aka? Yo'q. Agar 5 ta postimizga bosganingizda bitta sushi ham berib yuborardim. Shunaqa tekis sushidan quruq qolmaslik uchun shu videoga like bosib, kommentariyaga reaksiya tashlab qo'yinglar. Bittada ketish kerak endi. Aka, hammasi shuni. Ketadimi? Ko'ramiz hozir. 5-inchisi ketyapti. Afsuski akamiz 5 ta ishlashni ham yeb bera olmadilar. Keyingi ishtirokchi aynan siz bo'lib qolishingiz mumkin. Yo'lda uchrab qolsangiz, отказ qilishi yo'q ekan. $100 yutib olishingiz mumkin.